Barchaga salom qadrli do'stlar, qadrli Humo Mebel kuzatuvchilari. Navbatdagi oshxona mebelimizni o'z xonadon egalariga topshirib oldik. Anchadan beri video qo'ymayotgandik, sabablari ko'p. Xo'p, mebelimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Bu mebelimiz 4 metrga, bo'yi 3 metr dapatollik variantda bo'lgan. Bo'yi juda ham baland bo'lgan. Xo'p, mo'ykasi, gaz plita viskalarini chiroyli holatda joylashtirib berdik. Tepasiga suv shulkalari ham bor. Bo'yi baland bo'lgan sababli tepasiga polkalarni ham qo'yib ketganmiz. Mexanizmlari 3D variantda, qimmatidan bo'lgan, sifatli, umri uzoq bo'ladi. Orqasiga kafe donniga mebeldan stalishnisasidan qo'yib ketganmiz. Stigi bo'lmaydi, butun tushadi. Hop, germetika bo'lgan taylari ham pulunsiz qo'ymaganmiz, sababi pulunsiz bo'rtib chiqib qo'yganiga xalaqit beradi. Uyda egalari talablariga binoan bo'lgan bu ham. Xaladenlik joylashtirib berdik. Ruchkalari ham tilla ranglar kombinatsiya qilib ketganmiz. Bu mebelimizni O'zbekiston bo'ylab dastavka uстановка bepul holatda 4 million 200 ming so'mdan olyapmiz. Xuddi shunday ko'rinishda. Bo'yi 3 metrgacha cho'ziladi. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. 20 kun ichida tayyorlab beramiz. Barchaga rahmat.